Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, ilon baliq ishqibozlari. Ilon baliq lichenkasi davom etmoqda, sotuv davom etmoqda. Hozir ilon baliq lichenkasi sezoni. Hozir olib boqaman deganlar qiziqqanlarga mana mayda ilon baliqlarimiz bor. Mana kichkinasi shu hovuzdagi, mana ko'rishingiz mumkin. Hovuzdagi holati. Mana aloqaga chiqaverasizlar. Boqishni o'rgatamiz, tushuntiramiz, ma'lumotlarni beramiz. 8411 bilan aloqaga chiqasizlar. 7271 da telegramimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Tushuntirishlarni beramiz, ma'lumotlarni beramiz. Yangi boshlayotganlarga qanday boqish, nima qilish kerak, nima yeydi, qanday holatda boqiladi, hammasini tushuntiramiz. Inshaalloh o'zimizda bizda ma'lumotlarimiz, hovuzlarimiz bor. Hozir boqayotgan, baliq boqayotgan hovuzlarimiz mana 3-4 mana hovuzda hozir katta sotuvda 1800 dona bor. 100 grammlik ilon baliqlarimiz bor. Katta bo'lib qolgan. Yangi boshlayotganlarga juda ideal holatda. Hozir olib tashlasangiz hovuzga kuzgacha 1,5 kilo, eng kami 1 kilo bo'ladigan holat. Bular tovuq jigar bilan boqiladi. Tovuq jigari ham bozorlarda arzon. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hammalaringiz sog' bo'ling, salomat bo'ling. Aloqaga chiqaverasizlar.